ko'zoynakni taqsang, hammasi senga ko'rinyapti, to'g'rimi? Nimalar deyapsan o'zi? Qizil chiziqlarni aytyapman. Sen hammi? Senga hamlar ko'rinadimi? Agar bu rost bo'lsa, meni boshimda nechta chiziq turibdi? Bitta. Chiqve Donxeda 5 ta. Kim Heyonda esa 2 ta. Ularning bittasi koreys tili o'qituvchimizga tegishli. Donxeni sevgan qizida 10 ta edi. Jismoniy tarbiya va matematika o'qituvchilarimiz birga oilasiga xiyonat qilgan. Lekin sen qanday bu ko'zoynakni qayerdan olding? Uni topib oldim. Uni qaytar menga. U juda ham xavfli. Ko'zoynakni nima xavfli tomoni bo'lishi mumkin? Yaqinda qo'shnimiz bilan bo'lgan voqea yodingdami? O'sha qotil o'qituvchini aytyapman. U ham ko'zoynakda yurardi. Bu S chiziq deyiladi. Menga umuman qizig'i yo'q. U avval kimga tegishli bo'lgani bilan nima ishim bor? Endi u meniki.